u odamni yoshgina yigitchani boshidan o'tgan narsalari hammasini o'qisangiz yig'lamasdan ilojingiz yo'q. Ko'zingizda yosh bilan o'qiysiz. Hatto o'sha bibliotekachi, kutubxonachi ayolning o'zi ham aytib beradi. Devorlarga yozib tashlar ekan qamoqxonada. Ko'mir bilan yozar ekan, har kuni ertalab yuvdirar ekan o'ziga. Keyin tashqarida kutib turgan mahbuslar yomon ko'rar ekan uni. Chunki sovuqda turishadi-da. Bu har kuni devorga yozadi, she'rlarni yuvadi. Umuman nazoratchilarda hammasini fashist degan. Gaplashmagan birovni. Umuman. Senlar fashistsan, senlar bilgan o'zini nima o'qishini. Millatimizni gullarini qirib yuborishgan. Va Usmon Nosir deganni bir odam bir yuragingda bir og'riqsiz gapira olmaysan shuni. Eng yaxshi ko'rgan shoirlarimdan bittasi. Eng go'zal she'rlarini o'z hammamiz bilamiz endi shuni. O'sha yurak sensan mening sozim yoki barda uzilib ketsam unutmas meni bog'im. Naqshon dostonida bor kipriga ko'ksiga soya solgan qiz. Men bir bebaho betakror shoir bo'lgan Usmon Nosir. Men o'ylaymanki bizni hozirgi yoshlarimiz eng avvalo o'sha millatning gullari bo'lgan Qodiriy bobo, Usmon Nosir, Cho'lponlarning hayotini yaxshi bilmasdan turib qo'liga qalam olmaslik kerak. Ularni chetlab o'tib adabiyotni umuman qo'liga olib bo'lmaydi. Yozishni bilmaydi.